Ushbu videoda men GTA 3 dagi yashirin ishoralarni va ma'nolarni tahlil qilaman. O'yin 24 yil oldin chiqqan bo'lishiga qaramay, ularning barchasini hali ham bilmagansiz. Dastlab hech kim bosh qahramonning ismini bilmas edi. GTA San Andreasgacha bosh qahramonning ismi rasmiy ravishda noma'lum edi. Sezmagan bo'lishingiz mumkin, lekin o'yinda ham bosh qahramonning ismi hech qachon tilga olinmagan edi. Rockstar faqat GTA San Andreasda uning ismini Claude ekanligini tasdiqladi. Shu o'yinda Claude soqov ekanligi ham tasdiqlangan. Agar Claude doim jim yurish haqida gapirgan bo'lsak, Rockstarning aytishicha, bu qisman o'yinchining bosh qahramon bilan o'zini bog'lashini osonlashtirish uchun qilingan. Lekin asl sabab biroz boshqacha edi. Aslida ular bosh qahramonni ovozlashtirishdan voz kechishdi. Chunki Rockstarning ovoz yozish bo'limi juda band edi va byudjetni tejashga to'g'ri kelgan. Qiziq bir tasodif. Uning ismi GTA 2 qahramoni Claude Speed bilan aynan bir xil. Rasmiy tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, bu ikki qahramon bir xil odam emas. Va keyinroq men buni tushuntirib beraman. Agar internet kafega borib, kompyuterlarga nazar tashlasak, odamlar GTA 1 va GTA 2 o'yinlarini o'ynayotganini ko'rishimiz mumkin. O'sha GTA qismlarida kamera tepadan pastga qaragan edi. Eski o'yinchilarga hurmat belgisi sifatida GTA 3 da ham shunday kamera ko'rinishi mavjud. Top Down City filmining posteri o'yinda bor va bu GTA 1 va GTA 2 ga ishora. Chunki uning nomi shahar tepadan pastga deb tarjima qilinadi. Eski GTA qismlariga yana bir ishora. O'yinda o'zi paydo bo'lmasa ham El Burro ismli qahramon bor. GTA 1 da u Los Locatodas'ning yetakchisi bo'lib Liberty City'da yashagan. GTA 3 da ham u jinoyat olamida va Diablos Todas'ning boshlig'i sifatida qayta paydo bo'ladi. U bizga har doim telefon qiladi. Aytgancha, El Burro'ning missiyalarini bajargandan keyin Claude'ning uyini yonida juda qiziq jurnal paydo bo'ladi. Agar shu joyda devor ortiga o'tsak, siz bu yerda bo'lmasligingiz kerak degan yozuvni ko'ramiz. Forumda o'yinchilardan biri shu detal uni bolaligida juda ham qo'rqitib yorganini aytgan. Shundan so'ng u darrov o'yindan chiqib ketgan. Aytgancha, snayper vintovkasidan oyni otsangiz, uning razmerini o'zgartirish mumkinligini bilasizmi? GTA 3 ishlab chiqilish vaqtida Rockstar Northdagi ikki programmist oy razmeri haqida bahslashib qolgan. Biri katta bo'lishi kerak desa, ikkinchisi realistik kichik bo'lishi kerak deb o'ylagan. Oxir-oqibat ular bir-biri bilan kelisha olmagan. Shu sababli programmistlardan biri ajoyib plan o'ylab topgan. Oy razmeri snayper vintovkasi bilan o'zgartirish mumkin bo'lishini yaratgan. Bu dasturchining ismi Obbe Vermain edi. U bu funksiyani bahslashayotgan rassomlar o'zlari yakuniy variantga kelishlari uchun yaratganini aytgan. Ammo natijada ularning hech biri unga yechim bilan qaytmagan. Shuning uchun bu funksiya o'yinda qolib ketgan. Bu detal GTA tarixidagi eng mashhur pasxalkalardan biriga aylangan. Uni Vice City va San Andreasda ham uchratish mumkin. Bu eski GTA qismlarining o'ziga xos belgisi deyish mumkin. GTA 3 da boshqa ko'plab GTA o'yinlari singari pop madaniyat, ayniqsa kinolarga juda ko'p ishora bor. Bu yerda Badfellas filmi afishasini ko'rish mumkin. Bu cho'qintirgan ota filmiga aniq ishora. Bosh qahramon aynan Vito Corleone'ga o'xshaydi. Biz uchratadigan mafios bosslardan biri Salvatore Leone ham unga o'xshash, hatto ismlari ham bir-biriga yaqin. O'yinda Borgnine taksini uchratish mumkin. Bu Ernest Borgnine ismi bilan bog'liq bo'lib, u Escape from New York, o'zbekcha gapirsa New Yorkdan qochish filmidagi taksist rolini o'ynagan. Bundan tashqari Arnold Schwarzenegger va Sylvester Stallone'ga ham ishoralar bor. O'yinda Toyminator nomli missiya bor, bu aniq Terminator filmiga ishora. Shaharda yurganingizda Elvis Presley zombi bo'lib deb yozilgan gazetalarga duch kelishingiz mumkin. Xuddi shu gazeta Vice City'da ham bor. Bu ehtimol Elvis o'z o'limini soxtalashtirgani haqidagi fitna nazariyasiga ishora. Bu gazetaga qarasak, bu olamda u hali ham tirik ekan va u haqiqatdan ham zombi bo'lib qolgan ekan. Flashback FM radio stansiyasida Push It to the Limit qo'shig'ini eshitishimiz mumkin. Bu maxsus chandiqli yuz filmi uchun yozilgan qo'shiq. Rockstar bu filmning katta muxlislari ekanligini bilishi qiyin emas. GTA Vice City'ning butun syujeti asosan shu film asosida yaratilgan. GTA 3 ishlab chiqilish vaqtida Rockstar allaqachon Vice City'ni rejalashtirgan edi. Chunki shaharda Miami'da uchrashamiz deb yozilgan reklama banneri bor. Bu keyingi o'yin qayerda
dunyoda bo'lishiga aniq ishora edi. Aytgancha bilasizmi, dastlab GTA Vice City GTA 3 uchun DLC bo'lish kerak edi. Lekin bir paytda loyiha shu qadar kattalashib ketdiki, uni alohida to'liq o'yin sifatida chiqarishdi. Shunga qaramay, GTA Vice City GTA 4 deb nomlanmadi va GTA San Andreas ham GTA 5 bo'lmadi. Bu 3 ta o'yin alohida chiqqan bo'lsa ham Rockstar ularni bir trilogiya deb ko'radi. Chunki ularning syujeti bir-biri bilan bog'langan. Masalan, GTA 3 da bitta qo'lsiz odam bor, uning ismi Phil Cassidy. U Vice City'da ham paydo bo'ladi, lekin yoshroq holatda. Yoki Salvatore Leone GTA 3 da Claude tomonidan xiyonatga uchraydi, lekin San Andreasda yoshroq paytida CJ bilan ishlagan. Kelajakdagi tahlillarimda sizga GTA Vice City va GTA San Andreasda qaysi personajlar boshqa qismdan paydo bo'lganini ham aytib beraman. Rockstar GTA 3, Vice City va San Andreasni bitta katta hikoya sifatida ko'radi. 2011-yilda o'zlari tasdiqlanganidek, bu o'yinlar 3D olami deb nomlangan alohida olamga tegishli. GTA 4, GTA 5 va katta ehtimol bilan GTA 6 esa yangi HD olamida joylashgan. Ularning hikoyalari bitta dunyoda sodir bo'ladi. Bu haqda keyinchalik GTA 4 va GTA 5 tahlillarida batafsil gaplashamiz. GTA 1, GTA London 1961, GTA London 1969 va GTA 2 esa alohida 2D olamiga tegishli va bu olamlarning syujetlari bir-biri bilan bog'langan. Masalan, GTA 5 da Trevor GTA 4 qahramonlaridan biri Johnny Klebitsni o'ldiradi. GTA 5 da GTA 4 bosh qahramoni Niko Belikning ijtimoiy tarmoq sahifasini ham topish mumkin. Rockstarning so'zlariga ko'ra, har bir olam alohida mavjud. Ularning syujetlari va qahramonlari bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri kesishmaydi. Shu situatsiya haqida menda juda ham qiziqarli teoriyam bor. 2D olami, ya'ni GTA 1 va GTA 2 3D olamda shunchaki o'yin sifatida qabul qilinishi mumkin. Xuddi shunday HD olamida ham GTA 3, Vice City va San Andreas shunchaki video o'yinlar bo'lishi mumkin. Bu ichma-ich olamlar deb nomlanadi. Xuddi Rick and Morty 2-sezon 6-seriyasida bo'lgan kabi. Rick o'ziga energiya ishlab chiqaradigan sivilizatsiyani yaratadi, lekin bu sivilizatsiya ham o'ziga xizmat qiladigan kichikroq sivilizatsiyani yaratadi va bu cheksiz davom etish mumkin. Xullas, shuncha narsani o'ylab bosh aylanib ketadi. Lekin baribir ham qiziq, Rockstar GTA 6 dan keyin HD olamni davom etadimi yoki GTA 6 dan keyin yangi Ultra HD yoki 4K olam paydo bo'ladi? Fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Radioda Carcer City haqida eshitishimiz mumkin. And it says in nearby Carcer City, a good day for law and order as police chief Gary Shaver was cleared of corruption. Bu shahar GTA 3 dan keyin 2 yil o'tib chiqqan Manhunt o'yinining asosiy lokatsiyasi. Rockstar hattoki o'sha yillarda ham kichik detallarni inobatga olgan. Ko'pchilik e'tibor bermagan bo'lishi mumkin, lekin klub soat 19:00 da ochilib, soat 6:00 da yopiladi. Bu o'yinda Cochrane Dam deb nomlangan damba bor. Bu dambaning nomi Rockstarning dizayneri Adam Cochrane sharafiga berilgan. Internetda Cloud'ning konsept artlari bor. U boshqa ko'rinishda bo'lishi mumkin edi. Bundan tashqari, Rockstar dastlab o'yinga onlayn rejim qo'shishni rejalashtirgan, lekin bu g'oya keyinchalik bekor qilingan. Fanatlar o'yin kodidan ushbu rejimga tegishli fayllarni topishgan. O'sha paytlarda shu rejalar bo'lganiga qaramasdan, onlayn rejim faqat GTA 4 da paydo bo'lgan va GTA 5 da esa bu to'liq amalga oshirildi. Dastlab Rockstar o'yinni yanada rang-barang va multfilm uslubida qilishni rejalashtirgan, lekin oxir-oqibat ko'proq realistik va jiddiy dunyoga ega versiya paydo bo'ldi. Menimcha bu to'g'ri qaror edi. GTA 3 da yagona boshqaradigan samolyot Dodo bilan xarita chegarasidan o'tib o'tsangiz, siz Ruh shaharga yetib borasiz. Bu joyda o'yinning bosh sahnasi bo'lgan. Ruh shahar ustida uchib yurganingizda bir paytda kartada turli ismlar paydo bo'ladi. Bu GTA 3 o'yinini yaratgan jamoa a'zolarining ismlari. Bu eng e'tiborli o'yinchilar uchun yaratilgan detal. GTA dunyosida haqiqiy brendlarni uchrata olmaysiz. Chunki bu muammo mualliflik huquqlariga ta'sir qiladi. Shuning uchun Rockstar haqiqiy brendlarni parodiya qiladi. Masalan, Sony o'rniga Sumo, Gap o'rniga Zip,
GTA 3 da suvga tushib, chit ishlatmasdan tirik qolgan imkoniyati borligini bilarmidingiz? Shu uchun mashinani suvni yoniga olib kelib, mashinadan chiqish kerak. Va endi siz suv ichida erkin harakat qilishingiz mumkin. Bu Vice City va San Andreasda ham ishlaydi. Ha, GTA 3 da yashirin ishoralar juda ham ko'p emas. Lekin to'liq tasvir uchun bu rolik kerak edi. Keyingi videolarda GTAning barcha qismlarini ko'rib chiqamiz va to'liq tahlil qilamiz. Shu uchun kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va albatta like bosing. Hammaga rahmat, ko'rishguncha.